kunda Andijon shahrida brutto tizimida xizmat ko'rsatayotgan jamoat transportlarimizni ijtimoiy inspeksiya, transport nazorat inspeksiyasi, nogironlar assotsiatsiyasi hamkorligida nogironlarimizga yaratilgan shart-sharoitlar va ularga ko'rsatilayotgan xizmatlarni sifatligi, samaradorligini o'rganish maqsadida reyd tadbirlar olib borildi. Reyd tadbirlar davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan haydovchilar hamda yurtimizda xizmat ko'rsatayotgan Ecoline avtogarajida hamda Alpomish Meros avtogarajlarida mas'ul xodimlar bilan uchrashtirib, yuzaga kelgan kamchiliklarni joyida bartaraf qilishlari profilaktikalari olib borildi. Jumladan avtobusimizga chiqib tushishlik uchun maxsus yo'laklari, nogironlar uchun yaratilgan knopkalar hamda nogironlar uchun xavfsizlikni ta'minlovchi xavfsizlik kamarlarini hammasi sozligi, vaqtida ishlashligi va ularga yaratilgan shart-sharoitlar va tozaliklarini joyida bartaraf qilishlik uchun profilaktik tadbirlar olib borib, haydovchilar va mas'ullarga yetkazildi.